Rasululloh alayhissalom aytganlarki, quyosh yo'q kun bor, soya yo'q kun bor deganlar. Quyosh bilan soya yo'q kun bor. Bu qiyomat kuni. Tep-tekis bo'ladi. Yerda u yuziga tuxumni qo'ysa, bu yuzdek odam ko'radi deydi, agar ko'zi zo'r bo'lsa deydi. O'zi tuxumga qanchadir kilometrda ko'rinmay qoladi-yu. Shunaqangi hech nima qolmaydi. Quyosh nayza bo'yoq kelib qo'yiladi. Odamlarning dimog'i qaynaydi, baqiradi. Quyosh issig'ida. Shu kunda Allohning arshini soyasi bo'ladi ekan. Allohning arshini soyasi bo'ladi. O'sha arshning ostida turadiganlar bo'ladi. Ulardan bittasi yoshligidan ibodatga o'sganlar, o'sha arshning ostida nurdan bo'lgan dasturxonda odamlar dimog'i qaynab hisob-kitobni kutib o'tirganda, ular arshning soyasini ostida nurdan bo'lgan dasturxonda hadis tarjimasini keltirdilar. Nimani xohlasalar dasturxonda bo'ladi. Nimani xohlasangiz? Bu sizlarga xushxabar bo'ladi, Xudo xolasa. Nima demoqchiman? Namoz nevarali bo'lganda boshlaydigan narsa emas bu. Yo umraga borib kelish bu nevarali bo'lganda boshlaydigan narsa emas bu. Demoqchimanki, qarang, nima niyatda qilishyapti buni? Nima niyatda umraga boryapti, nima niyatda hajga boryapti? Shuning uchun biz niyat yaxshi qilaylik. Inshaalloh amallarimiz shunda go'zal va chiroyli bo'ladi, Xudo xolasa.